Bugungi oqshomimizning qahramonlari, ikki sevishgan qalblar o'zlarini taxtiravonlarida, ilohim kelin poshsha tushgan xonadonlari gulzor bo'lsin, tushgan xonadonni chin bekasi bo'lsin. Xudo xohlasa kelasi yillarda 4 muchasi butun, solihu solihi farzandlar yaratgan egam ato etsin. Bayramona bezatilgan saroy, orzu va havasga burkangan shohona va sharxona dasturxon va uning atrofida jam bo'lgan eng sara qadrli mehmonlar. Qolaversa, bugungi oqshomimizning asl qahramonlari kelin va kuyovlarimiz o'zlarini taxtlarida. Bir so'z bilan aytganda, bugungi oqshomimizda, bugungi tantanali kechamizni boshlash uchun hamma narsa taq. Yana bir bor assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum barcha qadrdonlar, yaqinlar jami. Assalom yulduzim, yurtim osmoni. Va sevgi bog'ining ikki mehmoni, assalom karnayning ajib sadosi va ushbu kechamizni barcha a'zosi. Barchaga xayrli kech, kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Bayramona bezatilgan saroy, orzu va havasga burkangan shohona va sharxona dasturxon, uning atrofida jam bo'lgan eng sara qadrli mehmon. Qolaversa, o'z taxtiravonidan allaqachon o'rin egallab ko'zlarini quvontirishga ulgurgan kechamiz qahramonlari, kelin va kuyov. Bir so'z bilan aytganda, bugungi tantanali kechamizni boshlash uchun hamma narsa taq. Yana bir bor assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum qadri baland, fayzli, qadrli mehmonlarimiz. Bugun Allohning nazari tushgan xonadonimizda siz azlarni fayzli yuzlaringizni ko'rib turganimizdan benihoya baxtiyormiz. Bugun Yakajut qishlog'ining Valijon ota tantanalar saroyida, qolaversa Abdukarim akajonimizni, Umurjon opajonimizni dargohlarida qarshi olayotganimizdan benihoya baxtiyormiz. Va albatta bugungi oqshomimizning sababchilari Shahzodasi va malikasi Begzod Madinaxon. Hurmatli kelin-kuyov, bir-biringizga bergan ahdingiz muborak bo'lsin. Bugun mana shu yaqinlar davrasida miriqib nishonlayotgan baxt oqshomingiz muborak bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qo'ygan dastlabki qadamlaringiz qutlug' kelishidan umidvormiz. Umid qilamizki, bugun mana shu davramizga yig'ilgan aziz mehmonlarimiz, qolaversa ko'zga ko'ringan ijodkorlar bugungi oqshomimizni unutilmas, eng yorqin oqshomni bo'lishini va'da berishmoqdalar. Shundoq ekan aziz mehmonlarimiz, siz azlarni davomiy qarsaklar sadolari ostida bugungi oqshomni ochib berish uchun xonadonimizning qadrdonlari Alijon akajon